Gentrachi. Gentralarimizdan bor. Mana 2022 Gentramiz bor. Hadi. Aha. Keyin mana 2023-yilda ishlab chiqarilgan. Xo'p. 23 mingta probek. Xo'p. Metallari bor. Bunga plyonkalari qilib, boku vashi beton qilib 2000 dollar navroti bor bu mashinani. Xo'p. Buni men sizlarga kreditga chiqarib beraman. 2800 dollar bilan kelib kreditda xarid qilishlaringiz mumkin bu mashinani. 2800 dollar bilan avrotlari qilingan 4 ta baloni yangi, bronni plonkalar qilingan, tonirovka ruxsatlari bor. Avtomashinani 2 million 800 ming so'm bilan chiqsa bo'ladi. 2800 dollar bilan 2800 dollar bilan chiqarsa bo'ladi buni. Chiqarsa bo'ladi. Oylik to'lovni ham bir notga aytib o'tib ketaman. Kimga ma'qul bo'ladigan bo'lsa kelib qarz olib ketaversin. 5 million 200 dan oylik to'lov. 5 million 200 ming so'm oylik to'lov. Mana bunisiga ham shunday. 2800 deyapmiz-ku, bular 2800 o'sha ba'zilar bor 2,5 ming bilan ham chiqadi. Mana hozir bordim mexanika, agar Gentra yo men mexanika olaman deydiganlar bo'lsa 1000 dollar bilan mexanikasini chiqarib beraman. 1000 dollar bilan qanchaga chiqadi mexanika? Mana Oylik to'lovi qancha chiqadi? beraman. Oylik to'lovi 4 million 200 ming bilan chiqadi. 4 million 200 ming so'm 1000 dollar boshlanishi mexanikani Gentra qidirib yurganlar uchun. uchun. Qanday bo'lsa ana. Chunki Narmon aka ko'pchilik kommentariyaga so'raydi, sizlar kreditini aytasizlar, oylik to'lovini aytmaysizlar deb, dangal oylik to'lovgacha aytamiz aka. Keyin qara, hozir bitta nersaki o'shani videomiz cho'zalib ketishidan uzr so'rab qolamiz. Obunachilarimiz o'ylaydi, ham 5 yilga katta olsinlar, 6 oyga, 7 yilga, 1 yilga yopadilar-ku, 5 yillik kredit qilib oladilar. O'sha foizini beradilar faqat. 1 yilgacha pulidan foydalangan foizni to'laylar. Qolgani 4 yili bor-ku, avtomatik yo'q bo'lib ketadi yopganlardan keyin. Ravon so'raganlarga. Mana. Ravon. Uchchalasi ham 2018. Xo'p. Uchchalasi ham 2018. Probeklargacha aytib o'tib ketaman. 85 mingta, bir kuruk. Bir kuruk. Mana shu avtomashinamizni boshlang'ich to'lov qancha bilan chiqadi? Boshlang'ich to'lov bilan 2400 dollarga chiqarib beraman mana shuni. Oylik to'lov qancha chiqadi? 2 million 900 mingdan chiqadi. Oylik to'lov 2 million 900 ming so'mdan mana avtomashinalar. Ravon, Spark. Spark so'raganlarga Sparkni ham qilib ko'rsatib beraman sizlarga. Hozir narxi chiroyligini qilib 2200 dollar bilan chiqarib beraman buni. 2200 oylik to'lov qancha chiqadi? 2 million 700 dan chiqadi. Ana oylik to'lov 2 million 700 ming so'm to'lab, mana Spark avtomashinasi yili 2020. Probek 26 mingta. Polna radnoy mashinchamiz. Polna radnoy mashincha. Mana aka dangal aytdik. Narxlarni aniq qilib oldingizlar, mana eshitdingizlar barchalaringiz. Xullas, hech qanaqa yolg'oni yo'q. Mana do'stlar ko'ryapsizlar, oylik to'lovgacha aniq aytib, hisob kitoblar bilan aytib beryapti. Avtomashinani sotib olgan ko'pchilik kreditdan qo'rqadi. Sababi 4 yil 5 yilga u summani hisoblaysizlar, to'g'ri 5 yilga agar o'shancha puldan to'lasangiz, u kredit katta bo'lib ketadi. Lekin avtomashinani olib 1 yil davomiga o'sha narsani tezroq to'lashga harakat qilsangiz, ya'ni kimnidir sharoiti, imkoniyati yoki chet elda ishlaydigan aka-ukalarimiz uchun bu zo'r imkoniyat. Dadamizga yoki ota-onangizga olib berib bu avtomashinani, misol uchun boshlang'ich 2000 dollar pul berib Rossiyaga ketadigan aka-ukalar yoki chet elga ishlaydigan aka-ukalar uchun bu zo'r imkoniyat. Ya'ni ota-onangizga yaxshi bitta Gentrani olib berasiz. Oyiga siz o'sha 5 yillik kreditni 1 yilga yopishga harakat qilasiz. Avtomashinani ham o'zingizga qoladi. Ham foiz stavkasi kam chiqadi, ham dadangiz bilan onangiz bir piyoda emas, zo'r yangi mashinalar minadi. Barchalaringizni Jondor Lider avtosaloniga kutamiz. Bozorchi Buxoro kanaliga obuna bo'lish eslaringizdan chiqmasin. Bizga podpiska tashlab qo'yishingizni unutmanglar. Hammalaringizga rahmat, hammalaringizni kutib qolamiz.